Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari va mehmonlari. Onlayn huquq kanali o'zining yana qiziqarli va foydali bo'lgan video darslarini berishda davom etadi. Sizlar bilan 8-sinf yangi davlat va huquq asoslari fanini o'rganishni davom ettiramiz. Demak, diqqat va e'tiboringizni jamlaysiz. Darsimizni boshladik. 3-dars jamiyat. Jamiyat so'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, jamoa, jamlangan, birlashgan degan ma'nolarni bildiradi. Demak, o'zini lug'aviy ma'nosidan ko'rinib turibdiki, jamiyat bu ma'lum bir ittifoq, birlashma degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni biror bir qoida yoki maqsad yo'lida birlashgan insonlar jamoasi. Jamiyat tushunchasiga ta'rif berish uchun tariximizga, ya'ni tarixga bir nazar tashlasak, albatta tushunishimiz yana ham oson bo'ladi. Ibtidoiy jamoat tuzumi davridan o'sha odamlar orasida o'ziga xos qoidalar mavjud bo'lish boshlagan. Odamlar ilk bor o'sha to'da, urug', qabilaga birlashgan holda o'zlariga yo'l boshchi saylab, qabila yoki urug' boshliqlarini tayinlaganlar. O'z navbatida esa shu yashash davomida vaqtlar o'tib, mehnat qurollarining takomillashuv jarayoni mehnat taqsimotini keltirib chiqaradi. Va natijada asosiy maqsadi va mashg'uloti xususiy mulkchilik munosabatlari va mulkdorlar manfaatini muhofaza qilishdan iborat bo'lgan kishilarning maxsus guruhlari vujudga keladi. Jamiyat odamlarning birgalikdagi hayotiy faoliyatlarida birlashgan muayyan murakkab tuzilma hisoblanadi. Bu tuzilma unga kirgan a'zolarning, ya'ni insonlarning muayyan qoidalarga asosan birlashgan jamoasi hisoblanadi. O'sha ibtidoiy jamoadan boshlab to bugungi sivilizatsiyalashgan jamiyatgacha bo'lgan davrda insonlar muayyan hududda turli maqsadlarga ko'ra birlashib kelishadi. Jamiyat bu turli odamlar guruhining oddiy majmui yoki jamoasi emas. Jamiyat bu murakkab ijtimoiy tuzilma. Ya'ni jamiyat odamlarning o'zaro munosabatlari va aloqalari mahsuli sanaladi. Jamiyat biologik qonunlar emas, balki ijtimoiy qonunlar ustuvor bo'lgan yuksak shakllangan mushtarak birlik hisoblanadi. Har qanday jamoa ham jamiyat bo'lavermaydi. Mana shuni yodingizdan chiqarmang. Demak, jamiyat insonsiz, inson esa jamiyatsiz mavjud bo'la olmaydi. 3-mavzuyimiz bo'lgan bu jamiyat mavzusi hozircha shulardan iborat edi. Mavzuyimiz juda unaqa murakkab emas, qisqa va batafsil berilgan. Shunga moslab o'z navbatida darsimizni ham biz qisqa va batafsilroq tushuntirishga harakat qildik. 4-5-mavzuyimiz davlat. Agar jamiyat mavzusini yaxshilab tushunmagan bo'lsangiz, bu davlat mavzuyimizni tushunib olishingiz va o'zlashtirishingiz yana ham oson bo'ladi. Demak, diqqat va e'tiboringizni jamlaysiz. Davlat mavzusini tushuntirishni boshlayapman. Hayotingizda ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak davlat yoki jamiyat tushunchalarini. Umuman olganda shu huquqshunoslikda ham davlat va jamiyat tushunchalari mavjud. Ammo bu tushunchalar bir xil ma'noni anglatmaydi. Shuni esingizdan chiqarib qo'ymang. Davlat jamiyatda shakllangan siyosiy institut hisoblanadi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, jamiyat davlatning onasi, davlat esa jamiyat farzandi. Ya'ni jamiyat davlatga nisbatan kengroq tushuncha hisoblanadi. Davlat jamiyat rivojini muayyan bosqichda yuzaga kelgan bo'lib, u o'zining shakllanishi va rivojlanishida ancha uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan.
Shu yerda yana bir narsani esingizdan chiqarmang, diqqat bilan yodingizda saqlab qolingki, dastlabki bosqichda davlat boshqaruvi eng avvalo majburlash usuliga asoslangan. Shuni yodingizdan chiqarmang. Davlatning asosiy belgilari mavjud. Ular sirasiga aholining hududiy asosga ko'ra birlashganligi, maxsus boshqaruv apparatining, huquq tizimining mavjudligi, soliq tizimiga egaligi va suvereniteti hisoblanadi. Ya'ni shu sanab o'tilgan belgilar davlatning asosiy ustunlari, belgilari hisoblanadi. Umumiy qilib qisqa va lo'nda aytganda, davlat bu muayyan hududda ommaviy hokimiyatni amalga oshiradigan, umummajburiy normalar o'rnatadigan va suverenitetga ega bo'lgan, o'z fuqarolari, shuningdek, hududda istiqomat qiluvchi barcha insonlarning manfaatlarini himoya qiladigan, boshqa davlatlar bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalarni amalga oshiradigan mustaqil siyosiy tashkilot hisoblanadi. Davlatning asosiy maqsadi bu jamiyatga xizmat qilish, jamiyat a'zolarining huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish hisoblanadi. Hozircha sizlar bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Davlat mavzusi haqida, umuman davlat haqida gapirganda sizlar bilan soatlab gapirib uni muhokama qilishimiz mumkin. Lekin qo'limizdan kelgancha sizga qisqa va lo'nda qilib davlatga oid bo'lgan ma'lumotlarni, shu mavzuga oid bo'lgan faktlarni berishga harakat qildik. Bundan tashqari o'zingiz o'qib o'rganib olishingiz zarur bo'lgan boshqa ma'lumotlar ham mavjud mana shu mavzularimizda. Demak, sizga topshiriq shu bo'ladiki, jamiyat va davlat mavzusini bu video darsimizni ko'rib bo'lganingizdan keyin yana bir bor qaytadan o'zingiz yaxshilab to'liq o'qib o'rganib takrorlab chiqishingizni tavsiya beramiz va buni qilishingiz albatta shart. Darslarimiz hozircha shulardan iborat edi. Albatta qandaydir xato va kamchiliklar bo'lsa, aybga buyurmaysiz. Qo'ldan kelgancha sizga yetkazishga harakat qildik barcha ma'lumot va bilimlarni. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosish yodingizdan ko'tarilmasin. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr.